Hozirgi mani ощущениямni, emotsiyalarimni faqatgina vес olib, vesdan chiqqan, ves tashlagan insonlar tushunishadi, ayol qizlar. Это что? Это что за красота? В общем, hech qanaqa bu agitatsiya emas, sizlar ham shu narsani qilinglar, sizlar ham ozinglar degan emas. Kim o'zini hozirgi vesida komfortni чувствовать qilsa, молодец, sizlar zo'r, hozirgi veslaringiz sizlar uchun norm. Lekin men bilaman, ko'p kishiga lishniy ves mishать qiladi, nekomfortni, lekin tan olgilari kelmaydi-da. Men ham shunaqa состояниеda edim, faqat menga semiz deb yozardilar. Lekin meni atyoklarim вообще выше крыши edi. Hozir men bu suyakchalarni chiqishini qaranglar, bu taliyani kirganini qaranglar, qo'rincha yo'qligini, ну, чуть-чуть есть, это нормально. No, avvalgida emasda, eslaringizga bor sizlarni ham. В общем, ko'zlarimda atyoklar yo'q, podborodiklar men shuncha tushib turgani yo'q. Plus tomonlari, men o'zimni komfortni чувствовать qilyapman. Men o'zimni более женственный, hamma menga kompliment aytibdi-da. Из-за счет sochlar ham тоже, по-моему. В общем, o'zgarishlar katta. Minus tomonlari, semavikning minus tomonlarini aytaman sizlarga. To, что gemoglobin tushishi mumkin, и plus badan osilishi mumkin. Da, katta ves bo'lsa, badaningiz osiladi. Menda unchalik ham katta ves emas edi. No, lekin men ana bu joylarimda, ляшкalarimda чувствовать qilyapman. To, что meni реально мышечный massalarim ketgan, и bu badancham osilyapti. Men срочно тренировкаga ketishim kerak. Da, деловая колбаса, vaqti yo'q lekin. В общем, borishim kerak, badanimni tiklashim kerak. Plus ko'proq ovoshi, frukti yenglar, ko'proq suvlar bilan, mana bu просто suv napitik emas, mevalarni suvidan ham ichinglar, например, bodring, selderey, markov, retinolda shu narsalarni yenglar, и во время mana shu regeneratsiya qilayotgan paytida sizlarning badanlaringiz yanada yoshroq bo'ladi. Men o'ylaymanki, men o'zim, sizlarga necha bor aytganman, men o'ylardimki, men 30 gacha yashayman va bas derdim, lekin 30 dan keyin, o'sha 25 dan, 27 dan keyin hayot вообще boshqacha ko'rinar ekan. Yashagingiz sari yashagingiz kelaverar ekan, naslаждаться qilginlaringiz kelaverar ekan. Bu hayotni plus tomonlari, yaxshi, счастливый momentlar juda ham ko'p-da. Birinchi, конечно же, Xudoga, Allohga rahmat deyish kerak. Bizning tanamiz, qo'l oyoqlarimiz hamma joyi butun. No, buning uchun ham harakat qilish kerak. Maylamanki, здоровый insonlar ko'proq yashaydilar, ko'proq kompliment oladilar, ko'proq o'zlaridan shikoyat qilmaydilar, naslаждаться qiladilar, o'zlaridan rozi, tanalardan rozi. Qachonki siz здоровый, qachonki siz o'zingizni vesingizga komfortni чувствовать qiladigan vesdasiz. O'zingizga vazminlik qilmaysizlar, og'riqingiz tushmaydi. То есть men o'zbekchada juda ham yaxshi mislarimni yetkazib bilmayman, kechirasizlar. No, maylamanki sizlar meni чувствовать qildingizlar, tushundingizlar.